Gari qo'ldagi narsaga e'tibor qaratadi. U qo'lidagi chuqur izga qarab, agar himoya kiyimi bo'lmaganda qo'li birinchi zarbada yo'q, chilparchin bo'lishini va Rey jangda aniq yutib chiqishini tushunib yetadi. Keyingi sahnada esa Reyning yuz ko'zi yara-chaqa bo'lib, uyga qaytganini ko'ramiz. Kiyimlari butunlay loyga botgan. Kechki ovqat tayyorlayotgan onasi unga qarab qotib qoladi. U nega kech qolganini so'rab jarohatlangan va holdan toygan o'g'liga qaraydi. Bir qarashdayoq uning kim bilandir mushtlashganini tushunib yetadi. Bolakay onasiga shunchaki mashg'ulot paytida yiqilib tushganiga ishontirmoqchi bo'ladi. Lekin onasi uning aldayotganini sezib, qishloq bolalari uni xafa qildimikin deb xavotir oladi. Biroq Scarlett yaralarni tozalayotganda bizning qaysar qahramonimiz buni umuman tan olmaydi. Rey doim o'zini kuchli ko'rsatishga o'rgangan. Bu safar ham men endi katta erkakman deb o'zicha kerilib qo'yadi. Shu payt Jek o'g'lining bu dono gaplarini eshitib, uning mashg'ulotlarda tinmay mehnat qilayotganidan xursand bo'ladi. Kechki ovqat vaqti bo'lib qolganiga qaramay, bizning bola yana bir marta shug'ullanishga qaror qiladi. Ota-onasi uni to'xtatmoqchi bo'lganda esa, ko'p vaqt ketmaydi deb ularni amallab ko'ndiradi. Qorong'u omborxonada biz Reyning o'sha dahshatli sehrli qo'g'irchog'ini yana birinchi darajaga faollashtirganini ko'ramiz. Bu safar u qo'g'irchoqning hujumlaridan xuddi ninjadek osonlikcha qochib qutuladi. Chunki bu temir tersakning qanday hujum qilish uslubiga allaqachon o'rganib qolgandi. U dushmanning ochiq joyini poylab, qilichini qulay holatga keltiradi va shartda zarba berganda, kutilmaganda qilich qattiq yog'och ustuniga tiqilib qoladi. Bu holat Reyni butunlay shok holatiga tushiradi. U bu kuchi bilan qilichni sug'urib olmoqchi bo'lganida qilich qarsillab sinay deb ketadi. U shu ahmoqona muammo bilan ovora bo'lib turgan bir paytda anavi yaramas qo'g'irchoq fursatdan foydalanib, uning orqasidan shunday dahshatli zarba tushiradiki, bechora bolakay og'riqdan dod deb yuboradi. Voy bu juda og'riqli bo'ldi. Keyingi kun Rey yana o'sha tanish tog'ga qarab yo'l oladi va to'satdan uning ko'zi uzoqlarda jimgina qarab turgan Emiga tushadi. Qizaloq juda hijolatli ahvolda edi va bizning yigitimiz yoniga kelib, "Nima, sen meni kutyapsanmi?" deb so'raganda, u yalibgina Rey bilan salomlashadi. Bu orada Emi o'zining ahmoq akasi qilib qo'ygan ishlari uchun Reydan chin dildan uzr so'raydi. Rey esa xuddi haqiqiy jentlmendek bu umuman uning aybi emasligini aytib, qizni tinchlantiradi va "Men shunchaki o'zimni himoya qilish uchun yetarlicha kuchli emasdim. Ayb o'zimda" deb butun mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi. Emi juda ko'ngli bo'sh va mehribon qiz bo'lgani uchun bu gaplarni eshitib ko'zlariga yosh oladi. Bizning qizil sochli qahramonimiz esa ichida, "Obbo, bu odamzod deganlari shunchalik muammoli va g'alati zotda. Bulardan charchadim." Keyingi sahnada Talonlar oilasining uyi oldi to'satdan zirhli askarlar va ulkan otlar bilan o'rab olinganini ko'ramiz. Vaziyat juda jiddiy. Jake va Scarlett qo'mondon bilan nimadir qizg'in muhokama qilishayotgan edi. Qo'mondon yaqin atrofdagi qishloqlardan qandaydir noma'lum dahshatli narsa hujum qilgani haqida sovuq xabar beradi. Buni eshitgan Jakening tepasochi tikka bo'lib, g'azabdan yonib ketadi. Eng yomoni shundaki, voqeani ko'rgan aniq guvohlar yo'q, lekin allaqachon qandaydir g'alati kasallikka chalingan qurbonlar bor edi. Bu bechoralar shunchalik shok holatida ediki, nima bo'lganini umuman tushuntirib bera olmasdi. Shu sababli qo'mondon yordam so'rab eng kuchli sarguzashtchilarga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Xavotirga tushgan Scarlett esa bu vaziyatdan ochiqchasiga hayron edi. Axir bu maxluqlar odamlar yashaydigan hududlarga umuman yaqinlashmasdi-ku. Nima balo bo'lyapti o'zi bu dunyoda deb o'ylanib qoladi. Scarlett bu vaziyatni o'ta g'ayritabiiy deb hisoblaydi va eri bilan birga jangga borishni qattiq talab qiladi. Lekin Jake bunga rozi bo'lmaydi va bu shunchaki oddiy razvedka missiyasi ekanligini aytib, uni tinchlantirishga urinadi. Qolaversa tez orada Reyning muhim imtihoni boshlanishi kerak. Shuning uchun ulardan biri uyda qolib, bolaga qarab turishi shart edi. Scarlett bu qarordan unchalik xursand bo'lmasa ham, Jake unga ko'z ochib yumguncha eson-omon qaytib kelishini aytib, ko'nglini ko'taradi. Ayoli nihoyat vaziyatni tushunadi va eriga o'zini ehtiyot qilishini qattiq tayinlaydi. Keyingi sahnada esa bizning tinib tinchimas Rey mashq qilaverib holdan toyganini va hansirab nafas olayotganini ko'ramiz. U hali ham o'z harakatlaridan umuman qoniqmayapti, chunki bu zaif inson tanasini o'zining daho miyasiga moslab boshqara olmay xunob bo'ladi. To'satdan orqasiga o'girilib qaraydi va jimgina kitob o'qib o'tirgan shirin Amy'ni ko'rib, yigitimizning yuragi duk urib, tezlashib ketadi. Nimalar bo'lyapti o'zi? O'zining bu g'alati holatini anglab yetgan qahramonimiz tezroq o'ziga kelish uchun shartli yuziga bitta tarsaki tushiradi. "O'zingni bos, yigit" degandek. Shuning uchun u sariq sochli qizaloqning oldiga borib, bugunchalik mashg'ulotlar yetarli ekanligini va havo qorong'ulashib qolgani uchun uyga qaytish vaqti bo'lganini aytadi. O'zining qiziqarli kitobiga butunlay sho'ng'ib ketgan
Emi esa vaqt qanday tez o'tib ketganini umuman sezmay qolgan ekan. Shunday qilib ikkalasi birgalikda tog'dan pastga qarab yo'l olishadi. Yo'l-yo'lakay Rey biroz xijolat bo'lib, undan jiddiy narsani so'raydi. Odamlar uning qizil sochlarini la'natlangan deb hisoblashgani uchun, qishloqdagilar Emini ham u bilan yurgani uchun masxara qilishyaptimi? Buni eshitgan qizaloq dugonalari Rey haqida nimalar deb g'iybat qilganini yashirmay aytib beradi. Lekin u jilmayib, agar ular shunday ahmoqona o'ylashsa, bu faqat ularning o'z muammolari ekanligini aytadi. Emining shaxsiy fikricha esa, qizil sochlar umuman qo'rqinchli emas, aksincha, juda zo'r va o'ziga xos ko'rinadi. Qanaqa zo'r qiza? Emi uning ismini aytib chaqiradi va qizil sochlarga qaramay, u juda o'zgacha inson ekanligini aytadi. Eng muhimi, shunchaki o'zingdek bo'l deb maslahat beradi. Bu oddiygina gap bizning yigitimizning miyasida xuddi bomba portlagandek ta'sir qiladi. U Garrining qo'lingdan keladigan ishni qil degan masxarali gapini eslaydi. Lekin bu safar u xafa bo'lmaydi. Aksincha, yuzida ayyarona tabassum paydo bo'ladi. U Emiga katta rahmat aytib, uyga qarab yuguradi. Uyga yetib borishi bilanoq, to'g'ri omborxonaga kirib, anavi dahshatli qo'g'irchoqni birinchi darajaga yoqadi. Xuddi haqiqiy ajdahodek to'rtoyoqlab yerga yotib oladi. O'zining asl tabiatiga qaytgan qahramonimiz endi shunchalik chaqqon va tez harakatlanardiki, uning harakatlarini ko'z bilan ilg'ashning iloji yo'q edi. Qoyilmisiz? Dushmanning ochiq joyini poylab topgach, u bor kuchi bilan dahshatli zarba beradi va ana xolos, u birinchi darajani xuddi pista chaqqandek osonlik bilan yengib o'tadi. O'zining bu g'alabasidan shunchalik ruhlanib ketadiki, o'zining chegaralarini sinab ko'rishga qaror qiladi. Aslida birinchi darajani yengani Ritsarlar akademiyasiga kirish uchun bemalol yetardi, lekin bizning qaysar ajdahoyimiz to'xtab qoladimi? U darhol ikkinchi darajani faollashtiradi. Qani ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Keyingi sahnada erta tongda Jake o'sha xavfli missiyaga kechga tayyorgarlik ko'rayotganini ko'ramiz. Shirin uyqudan endigina uyg'ongan Rey otasining anjomlarini yig'ishtirayotganini ko'rib, "Ota, erta tongda qayoqqa otlandingiz?" deb hayron bo'ladi. Otasi esa jilmayib uzr so'raydi va bir muddatga uydan uzoqlashishga majbur ekanligini, lekin xavotir olmasligini, muhim imtihon kunigacha albatta eson-omon qaytib kelishini aytadi. Jake o'g'lining yelkasiga qoqib, uy yo'qligida anavi temir qo'g'irchoq bilan tinimsiz mashq qilishini qattiq tayinlaydi. U Reyga qarab shunday iliq jilmayadiki, o'g'li bu qo'g'irchoqni albatta yanchib tashlashga 100% ishonardi. Bizning qizil sochli qahramonimiz endigina og'zini ochib, o'zining kechasi qozongan dahshatli g'alabasi haqida maqtanmoqchi bo'lib turganda, tashqarida Jake'ni kutib turgan askarlar uni tezroq yo'lga tushishga chaqirib qolishadi. Ozgina ulgurmadi-ya. Ketish oldidan Jake mehribon xotiniga o'zini ehtiyot qilishini, uni qattiq sog'inishini aytadi. Bu orada Rey jimgina qarab turib, o'zicha yarona jilmayib qo'yadi. Mayli, hozir aytmaganim yaxshi bo'ldi. Axir bu shunchaki birinchi daraja edi-ku, deb o'yladi. U otasi qahramon bo'lib qaytib kelganida, uni haqiqiy dahshatli kuch bilan shok holatiga tushirishga qaror qiladi va o'zining sevimli tog'lariga qarab mashq qilish uchun yugurib ketadi. Qani olg'a. Yo'lda ketarkan otasi Jake uning g'alabasini ko'rganda, qanday shok holatiga tushishini tasavvur qilib, ich-ichidan xursand bo'la boshlaydi. U otasining anavi katta ochilgan ko'zlarini ko'rish juda qiziqarli bo'ladi deb o'ylaydi va o'zining bu muammolarni hal qilish yo'lini aynan o'sha shirin qizaloq Emi bergan maslahat tufayli topganini tushunib yetadi. Bizning yigitimiz garchi hayajonlangan va minnatdor bo'lsa-da, to'satdan o'zining tobora ko'proq oddiy odamga o'xshab borayotganini sezib qoladi. "To'xta, men axir ajdahoman-ku", deb Rey o'ziga odamlar aslida qanchalik yaramas va jirkanch ekanligini eslatadi. Lekin ota-onasi va Emi bundan mustasno. Shuning uchun u ulardan umuman qasos olmaslikka qaror qiladi. Tog'ga qarab ko'tarilishda davom etarkan, u qiziq, Emi bugun keladimi deb o'ylanib qoladi. Lekin keyin u qizni shunchalik intiqlik bilan kutayotganini tushunib, o'zidan o'zi xijolat bo'lib ketadi. U darhol o'zini umuman parvo qilmayotgandek ko'rsatadi va "Xayriyat, endi hech kim mening dahshatli mashg'ulotlarimga xalaqit bera olmaydi", deb o'zini ishontirishga urinadi. Bizning yigitimiz o'ziga aslida qudratli qizil ajdaho ekanligini eslatadi. Shuning uchun u qandaydir arzimas insoniy his-tuyg'ular uni boshqarishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Sevgi, pevgi degan narsalar bizga to'g'ri kelmaydi. Keyingi sahnaga esa qarang. Bizning dahshatli ajdahomiz shunchaki uxlab qolgan va mazza qilib xurrak yotib yotibdi. To'satdan u shok holatda ko'zlarini katta-katta ochadi. Rey havo ancha kech bo'lib qolganini va agar hozir tezroq uyiga yetib bormasa, onasidan boplab gap eshitishini tushunib, vahima bilan uyg'onib ketadi. Tog'dan pastga qarab xuddi shamoldek yugurib tusharkan, u Emiga hali ham rahmat aytishga ulgurmaganini eslab qoladi va buni ertaga albatta qilishga o'ziga o'zi va'da beradi. Qishloqqa qaytib kelganda havo allaqachon qorong'ilashib qolgan edi va u kutilmaganda
odamlar bir joyga to'planib olib, g'arbiy tomonda qandaydir qidiruv ishlari haqida vahima bilan gaplashayotganlarini ko'rib qoladi. Nima balo ekani? Ma'lum bo'lishicha, bu Gari va Emining otasi bo'lib, u bolalarni ko'rganini aytgan bechora temirchini xuddi jinoyatchini tergov qilgandek qattiq so'roq qilayotgan ekan. Temirchi amaki nima deydi deng? Uning aytishicha, o'sha 4 ta o'zdan ketgan bolakay bugun ertalab uning do'koniga yangi va zo'r qurollar sotib olish uchun kelishgan ekan va u anavi maqtanchoq sariq sochli bola boshqalarga qandaydir dahshatli sehrli maxluqlarni ovlash uchun to'g'ri o'rmonga borishlarini aytib